Barchamiz muvaffaqiyatga erishishni istaymiz, ammo motivatsiyani har doim ham topa olmaymiz. Sizni muvaffaqiyatingizga erishishga yordam beradigan motivatsiyalarni taqdim etamiz. Qanday qilib? Aynan omadga erishgan mashhur bo'lgan insonlarning odatlari orqali. Siz Tannozxona filmini ko'rgansiz. Unda moda olamini mashhur jurnallardan birining bosh muharriri Miranda Presli oldinga chiqadi. Aynan uning rolini Meryl Streep ijro etgan. Miranda Presli aslida hayotiy qahramon. Qanday qilib? Voyage jurnalining bosh muharriri, bir necha kitoblar muallifi, yana ko'pgina ishlarni amalga oshirgan Anna Vintur mana shu filmning yaralishiga sabab bo'lgan. Anna Vinturni mana shunaqa mashhur va muvaffaqiyatga erishish uchun uni 5 ta hayotiy prinsipi oldinga chiqadi, ya'ni asos bo'lib xizmat qiladi. Birinchidan, Anna Vintur har kuni ertalab soat 5:30 da turadi va har kuni deyarli qoldirmasdan tennis bilan shug'ullanadi. Ya'ni sport bilan muntazam shug'ullanishlik sizni muvaffaqiyatga eltuvchi asosiy yo'llardan biri ekanligini Anna Vintur o'z hayotiy tajribasidan isbotlab beradi deb bemalol ayta olamiz. Birinchisi erta uyg'onish bo'lsa, ikkinchisi jismoniy faollik, uchinchisi esa mayda narsalarga e'tibor qaratmaslik. Anna Vintur asosan katta qarorlarni qabul qiladi. Mayda ishlarni esa o'zini xodimlarga yuklab qo'yadi. Bu esa energiyani saqlashga yordam beradi. To'rtinchisi bu kunlik qat'iy reja. Albatta, rejasiz siz o'z ishlaringizni tartibga keltira olmaysiz va asosiy qarorlarni qabul qila olmay kunni besamar o'tkazishingiz mumkin. Reja orqali qilingan ish sizni muvaffaqiyatga eltuvchi yana bir asosiy kalitlardan hisoblanadi. Va yana bittasi tez qaror qabul qilish. Har qanaqa vaziyatda to'g'ri bo'ladimi yoki noto'g'ri, siz qaror qabul qilishingiz orqali hayotingizdagi ayrim bo'lishlarni bemalol boshqara olasiz.